yana bir do'stimiz uchur orqali mesaj so'rabdi. Oldimdan qoldirgan uchurni bir o'qib o'taylik. Men hozir 30 yoshga kirdim. 3 qitim to'y qildim. To'y qilgani 13 yil bo'ldi. Oldingi 2 qitimda tug'anmaganlik sababi bilan 4 yil uy tutiblar, ayrilib ketdim. Hozir 3-qitim to'yimni qildim. Uydagilar o'zimdan 18 yosh cho'ng bo'lgan 4 bolasi va bir er bilan majburiy holda to'yimni qilib qo'ydi. Bu uy kirgandan keyin bolaning cho'ngi meni acha deb chaqirdi. Kichiklari bo'lsa ana deb chaqirdi. Men bu bolani bakra yaxshi ko'raman. Ham o'zimni intayin kichikishib qoldim. Yo'ldashimning intayin bo'yni qattiq. Odatda biz urushib qolsak yoki rozlashib qolsak, mendan hargiz kechirim so'ramaydi. Gerçi gunoh o'zim o'tgan bo'lsa ular ketib xafa bo'lmayman deb tasalli berib qo'ymaydi. Aksicha mendan bekarab adovat tutib, men gap qilmoqcha yolg'onmoqcha menga gap qilmaydi. Shundaq vaqtlarda ko'nglim bekli yerim bo'ladi. Urushib qolgan amallar barliq gaplarni uydagilarga deydi. Men tug'magandan har qancha jafo tortib uy tutsam-u, har qancha tirishchilik ko'rsatsam-u, bu uyda yanada o'rnim yo'q ekanligini his qildim. Hozir muhabbatning, kuyinishning qanday bo'lganligini his qilolmayman. Uyga yomonlab ketgan vaqtlarim bo'ldi, ammo buningmi hech qanday foydasi bo'lmadi. Men qizlarimni ish qilmayman. Odatda ularni darsda yaxshi egallab mangsun, Ügünüşni yaxshi qilsin deb tamoqlarini tayyor qilib turaman. Topshiriq ishlamay televizor ko'rib o'tirgan vaqtlarda topshiriq ishlashga da'vat qilsam, cho'ng qizim xafa bo'lib meni yavatgida ko'p ketadi. Biror ishni qilib berishni talab qilsam, mendan bekerak menga javob qaytaradi. Mushundaq ushaq-tushak ish sababidan biz bir oy gaplashmadik. Bu to'g'risida dadisi yoki cho'nglarmin bolaga nasihat qilmadi. Ko'nglim shunchalik yerim bo'ldi. Cho'ng qizim bu yil oliy maktabga imtihon berdi. Eng cho'ngi o'g'il bo'lib u to'y qilib bo'lgan. Uning ayolimi meni acha deb chaqirdi. Ammo asosan meni ko'zga ilmaydi. Har qitim uyga kelganda udullam dadisi bilan paranglashadi. Ba'zida menga qarabmi qo'ymaydi. Acaba men shunchalik arzimas bir insonmi? Acaba mening baxtim ozroqmi, ta'limim yo'qmi? Menga bir yordam qilgan bo'lsangiz. Yaxshimisiz, qanday ahvolingiz? Uchuringizni o'qib o'tdim. Ham sizning hozirgi kayfiyatingizni tushunib yetdim. Eng muhimi ham ichindim desam bo'ldi sizning hozirgi turmushingizga. Tug'maslik u gunoh emas. Hamma odamning bolalik bo'lib ketishini tayin. Yoki bir odamning butun umriga nisbatan aytganda bola barliq umrini egallab ketmaydi. Bola turmushingizni beyitadigan, sizga xushallik ato qiladigan bir tarafi. Ammo uning o'ziga tushliq mas'uliyati va majburiyati bor. Bola tug'dim degan bilan shu bolani butun zehningiz bilan, nurg'un qurbonliklar bilan yaxshi tarbiyalasangiz, u sizga xushallik olib keladi va baxt tuyg'usini beradi. O'xshashla, u bolani yaxshi tarbiyalayamisiz, bola uchun qurbonlik beramiz, bola uchun borlig'ingizni berishlayamisiz, u sizga bola emas, bir bola bo'lib qolishi mumkin. Aksicha bir hayotingizdagi sizni eng azoblaydigan, hayotingizdagi eng umursizlik tarafingizning birisi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun butun hayotingizda borlig'ingizning bola bo'lishini tayin. Hayotda boladan boshqa yana nurg'un narsalar bor. Ota-onalaringiz bor, urug' tuqqanlaringiz bor. Eng muhimi sizning hayotingiz bor, xushalligingiz bor, baxtingiz bor. Tirsangiz kasbingiz bor bo'ladi, do'stlaringiz bo'ladi, sizni suydigan odamlar bo'ladi, siz yaxshi ko'radigan odamlar bo'ladi. Shunga bolani butun hayotingiz, butun baxtingizning manbasi deb o'ylayman. Bola bo'lganlik bilan siz baxtli bo'lib ketishingiz notayin. Ham bola yo'q bo'lganligi bilan siz baxtsiz bo'lib qolishingiz notayin. Sizning mushu qayta 3 qitim to'y qilibsiz. Bu endi cho'nglarning nazarida bu qanday tanlash bo'ldi? Hatto siz o'zingizning hayotiga o'zingiz ega bo'lolmabsiz. Siz birinchi, ikkinchi qitimda bolalik bo'lolmadingiz. Shu sababli men baxtli bo'lolmadim, uzun uy tutolmadim dedingiz. Unda bo'lsa siz o'zingizni ko'rmay, nimishqa ash ishga yo'lishingizdan ko'rib baxmadingiz. Acaba shu ishga yo'lishingizga bolalik kerakmi?
undaq nikahni tutqandan tutmagan yaxshi, ajrashib ketganingiz yaxshi. Chunki u sizni yaxshi ko'rmaydi ekan. Uni haqiqiy bir turmushning nimaligini tushunmaydi ekan. Uning faqat bolalik kerak ekan. Uning oilasiga nisbatan bola nimadan derak berib qoldi? Bola degan muhabbatning mevasi. U bola har qancha bo'lsin bir moddiy buyum emas, oilani saqlab qolgan to'rik emas. Bir bola bir oilaning mukammalligini qo'g'dab qololmaydi. Bir oilaning mukammal bo'lishiga yordam bera oladi, asos sapira oladi, ammo bolaga bog'lab bo'lmaydi. Ba'zida 4-5 bola bilan bir uy bo'lmaydi. Nemishqa bola shu uyni qo'g'dab qolsa, 4 bola, 5 bola qo'g'dab qola olsa bo'ladi. Oilada eng muhim o'rin egallaydigani er ayolning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati, o'zaro ishonchi. U sizni tug'miding degan gap bilan uydan chiqargani, u oilaning sizga mansub emasligi, sizning ham u oilaga mansub emasligingizda derak berdi. Ham undaq oila sizga mos kelmaydi. Shunga bu hargizmi sizning bolalik bo'lmasligingiz bilan munosabatli emas. Agar shu bolani ko'zlagan oila bo'lsa, undaq oila sizga aslo mos emas. Endi shu holatda mushinchalik bir nuqtai nazar sizning qalbingizga kamiga bo'lganligi uchun bola ba oilani tanlab kiribsiz. U bola har qancha qilsangiz sizning bolangiz emas, u bolaning onasi ba. Siz o'rgaylamagan taqdirda bola o'rgaylishi mumkin. Ya'ni kelib o'zingizdan shunchalik cho'ng bo'lgan, sizni ozroqmi yaxshi ko'rmaydigan, ham o'zingizni haqiqiy yaxshi ko'rmaydigan, tushunish hosil qilmagan bir oilaga faqat bola bor deb kiribsiz. Bu mening faqat aqlimda o'tmadi. Sizga haqiqiy lozim narsa nima? Oldi bilan qo'lingizni yuragingizga qo'yib turib, bir his qilib beqing, o'ylab beqing. Sizga haqiqiy lozimligi bir ko'ngillik turmushmi? Muhabbatmi? Bir erning sizga bo'lgan muhabbati kuyinishimi? Baxtmi? Xushallikmi yoki faqat bolami? Hatto siz o'zingizning turmushiga o'zingiz nima lozim ekanligini his qilolmaysiz. Sizning nazaringizda faqat bolali bo'lsa turmush bo'ladi ekan, bolali bo'lsa baxt bo'ladi ekan. Bu tubdan xato qarash. Shuning uchun siz hozir qadar xushallik topolmadingiz, baxt tuyg'usini his qilolmadingiz. Siz boshqalarning oldida o'zingizni kamsitadigansiz. O'zingizni kamsitish tuyg'ungiz shunchalik kuchli ekan. Siz o'zingizga diagnozni qo'yib tamog'ini besib bo'psiz. Men tug'mas. Shunga haq bularning mushta qilishi. Men tug'mas bo'lganligim uchun mush kunda ko'ryaptim deganga o'xshash. U tug'amagan odamlar jiqam. Tug'mas bo'lganligingiz uchun siz unda turmushga loyiq emas. Tug'maslik ayib emas. Nurg'un odamlar bor, meyib, tutquli yo'q, hatto aqli iqtidori ojiz odamlar bor. Shularmi mushu dunyoda o'xshashli hayot kechiryotdi. O'xshashli dunyoning go'zalligidan bahramand bo'lyotdi. Ko'zi ko'rmaydigan ama odamlar bor. Bir umr qorong'ulik ichida yashaydi. Ammo ular anglash iqtidori orqali, tutish, sezish iqtidori orqali yana o'xshashli dunyoning go'zalligidan huzur elib turib yashayotdi. Xushallik va baxt tuyg'usiga erishayotdi. Siz shunchalik bir bejirim, bir ayol turib, acaba nimishqa siz o'zingizni baxtdan ta'lim yo'q, nisibam yo'q deb o'ylaysiz. Shunga oldi bilan o'zingizga to'g'ri baho bering. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni turg'izing. Siz intayin yaxshi, mukammal ayol. Tug'maslik hargiz sizning ayibingiz emas. Shunga o'zingizni bu jihatda kamtuk yoki ojiz his qilmang. Baxt o'zingizning qo'lida. O'zingiz faqat izdansingizlar, o'zingizga to'g'ri baho bersingizlar, baxtga erisha olasiz. Har biriga tayinib qolmaymi mustaqil yashang. Agar atrofingizdagi erlar sizdan faqat bolani kutadigan, sizning qiymatingizni his qilolmayotgan er bo'lsa, undaq er sizga asla loyiq emas. Shunga oldi bilan o'zingizning qiymatini turg'izing. Yo'lchingiz bilan yin davomli o't tutish niyatingiz bo'lsa, yaxshi paranglashing. Mushu men degandek, tug'maslik sizga sizning aybingiz emasligini, yelimi mush bolaning 4 bolasini siz ona bo'lib yaxshi beqiyotganligingizni, o'zingizning nimaga ehtiyojli ekanligingizni dang. Siz u oilaga qurbonlik bergankansiz, sizmi u oiladan mehr-muhabbatga erishish huquqingiz bor. Shunga o'zingizning huquqini yurgizing. Paranglish orqali o'rningizni aniq bildiring. Nimaga erishmoqchi bo'lganingizni, nimadan xafa bo'lganingizni, qanday qilishni umid qildigingizni dang. Agar yo'lchingizning nazaridami
sen tug'mas bo'lgandan keyin mush oilada oila xizmatchisi o'rnida yashaysan, sizning bu o'lda hech qanday imtiyozing yo'q desa, undaq oilada turishingizga hech qanday hojat yo'q. Sizning qabul qilmagan u bolalarga ona bo'lishingizdan, hatto dadasini qabul qilmagan, sizda rozi bo'lmagan ahvolda o'zingizni azoblashingizdan hech qanday zarurat yo'q. Chunki agar undaq bo'lsa, sizni haqiqatan ko'z qilmagan, hech qaysi sizni yoqtirmagan bo'lsa, qaytib chiqing. Chiqib bir kasbning beshini tuting. O'zingizning qiymatini yarating. Tirishchanligingiz orqali o'zingiz eng yaxshi ko'radigan yaxshi bir turmush sharoitini hozirlang. Garchi bolangiz bo'lmasimi, hozircha yo'lchishingiz bo'lmasimi, ammo yaxshi xizmatingiz, atrofingiz, urug' tuqqanlaringiz, do'stlaringiz bilan intayin baxtli, xushal yashay olasiz. Hayotning ma'nosi nima? Dal shu xotirjam, xushal xo'ramliq turmush. Shundaqku, u cho'qim erning uyda bo'lishni tayin. Shu jarayonda o'zingizning qiymatini yaratish jarayonida oldirmay, atrofingizda sizni yaxshi ko'radigan yigitlardan tanlasangiz bo'ladi. Hem tanlash jarayonida oldi bilan o'zingizning tug'maganligingizni, tug'maydiganligingizni, davolanayotganligingizni aytib, shuni qabul qila oladigan sizni, hem sizning ahvolingizni qabul qila oladigan erlardan tepib, baxtli bo'lsangiz bo'ladi. Yana bir tarafdan tug'maslikqa ham ayib emas dedim. Tug'maslikning nurg'un sabablari bo'ladi. Siz doktorga berib tekshirib vaqtingiz mumkin. Doktorga berib tekshirib beqing. Tug'amidi degan bilan nurg'un ayollar davolanish orqali o'xshash baliq bo'la oladi. Agar tug'ma boliyatquda g'ayrilik bo'lmasa, tug'ma holatda tug'mas bo'lmasalar davolash orqali baliq bo'ladi. Hatto shundoq bo'lgan taqdirdami, o'zingizni suydigan yaxshi bir erga teganlisingiz, hozirgi texnikalar shunchaki yaxshib ketdi. Probrikada bola yetildirish orqali yana ona bo'lish orzuyingizga yetalaysiz. Sizga fursat bor. Shunga o'zingizni tashlab etmang. Qaddingizni ruslang. O'zingizning qiymatini yarating. Bulamdi. O'shunchalik paranchayli, sizga xushallik, baxt, omad yor bo'lsin. Rahmat. Yaxshimisiz, qanday ahvolingiz? Masala so'rashingizni qarshi olamiz. Qanday so'rmoqchi bo'lgan maslahatingizni o'tirib qo'ysangiz bo'ldi. Yaxshimisiz, sizlar barma'lum, qanday ahvolingiz? Men shu farzand tarbiyasi to'g'risida masala so'raydigan edim. Mening bir o'g'lim bor, bu yil 9 yoshga kirdi, 3-sinfda o'qiydi. Boshqa jihatlarda intayin yaxshi, lekin mush o'rganish qilganda, topshiriq ishlaganda faqat diqqatni yig'maydi. Muallimmo dars vaqtida diqqatni yig'ib dars olmaydi deydi. Uyga kelganda bo'lsa, dadasi ikkimiz o'rganishga bek ko'ngil bilamiz. Lekin netimiz bek tuvan. Bundan ko'nglimiz bek yerim. Qanday qilsak mush bolani o'rganish qiziqtirgan, diqqatni yig'oladigan qilsak qilib bo'lar. So'rab baqsam, oilada mushu bolaga qo'polroq degamizlar. Kim bek qo'pol tegadi o'rganish qilganda yoki boshqa ishlarni qilganda, topshiriq ishlaganda yoki yaxshi qilolmagan vaqtlarda favqulodda bekara qo'pol tegadigan ahvollar bormi? Kim shunday qildi? Dadasining mijozi biroz tikroq, ba'zida men qo'polroq deb qo'yman. Sabab mana aniqlik ekan-ku. Mushu odatda bolalarning topshiriq ishlaganda yoki o'rganish qilganda diqqatini doim yig'olmaslik, diqqat chishib turishning asosiy sababi oilada izchil birisining uning diqqatini doim bo'lib derak berdi. Odatda biz mushu bolalarimiz kichik vaqtidan tortib bilib bilmay bolalarning diqqatini bo'lib ahvollar ko'rib turdi oilada. Masalan, bolalar qiziqib bir o'yinchoqni o'ynayotgan chog'da ya uni unamay mani qo'y deb biluytimiz yoki bola mani qaramayaklar deb biluytimiz yoki jugrab berib yilqi bolangizni mejiqlab suyib akiltib balani diqqatini bo'luysiz. Demak, mushundaq ushaq turmushda ushaq ishlar tufaylidan doim balaning diqqati chechilib tursa, balaning diqqatini markazlashtirish qobiliyati bo'lgan sir ojizlab ketadi yoki markazlashtirish vaqti qisqarib ketadi. Endi balalar maktabga kirib o'qiyotgan vaqtida ota-onalarning ularga ziyod ig'ir besim qilishi bo'libmi, ko'p tanqidlashi, bak qo'pol tegishi balalarning diqqatini markazlashtirish iqtidorini yana o'xshashla ojizlashtiradi. Yo'qotibmi qo'ydi. Topshiriq ishlaganda balkim balangizda haqiqatan diqqatini yig'olmay, topshiriqni vaqtida ishlamaslik yoki xato yozib qo'ygan ahvollar bo'lib turishi mumkin. Bu chog'da sizlarning balalarga qilgan yetakchiliginglar hargiz uni rag'batlantirish, texnik yaxshi qilishga undash yoki xatoligini tep berish, qandoq tuzitishni, qandoq o'rganish qilishni, qandoq topshiriq ishlashni o'rgatish bo'lmasdan, aksicha uni buyruq tushirish yoki tanqidlash, qo'pol muomala qilish bo'lishi mumkin. Hamda mushundaq ahvolda bolalarda qandoq ahvol yuz berdi deganda o'rganish qiziqligi favqulodda ojizlab ketadi. Undan boshqa o'rganishdan qo'rqadigan bo'lib qoladi.
o'rganishdan bezorlik his qiladi. Osh o'qishni, topshiriq ishlashni, kitob o'rganishni o'ylasizlar, bola jiddiylashadigan, qo'rqadigan, ansiraydigan, ig'ir besim his qiladigan ahvollar bo'ladi. Bundaq ahvolda o'qil o'rganishning natijasi obayli chiqmaydi. 1 soat, 2 soatlab yilqiniga yotlab kirishibsiz, beshiq kavilib uni 10 qitim yotlatgan taqdirda u yana yotlay olmaydi. Chunki uningdagi ashul xil tashvishlik, jiddiylik, qo'rqishdan iborat mushkil ro'yi holatlar bolaning cho'ng miyasi tormozlab qo'ydi. Bundaq ahvolda bolaning o'rganish natijasi qandoqmi yaxshilansin, qandoqmi diqqatini markazlashtirsin. U sizlar ba vaqtida shunchalik qiynalayotgan yerda sizlar yo'q maktabdagi vaqtda texmi shundaqda birdam yerimdan boshqani o'ylasning bo'pti. Chunki o'rganish uning uchun noit azobli bir ish bo'lsa, albatta uningdan bu o'zini qochiradi. Qo'rqib turdi, qochirib turdi. Balki bu sababli nurg'un yolg'on gaplarni qilishi mumkin. Demak, bola asta-asta o'rganishdan qochishga boshlaydi. Hozirgi kichik uni vaqiraysizlar, tillaysizlar, uruslar, balki majburiy holda o'rindiqqa bog'lab degidek o'tag'izib qo'yib topshiriq ishlatishinglar mumkin. Ammo asta-asta cho'ng bo'lgandan keyin, uning mustaqil xarakteri kuchaygandan keyin, qarshilik ideyasi kuchaygandan keyin, u chaqda bolalar bilan o'tiringlardagi masala va ziddiyat texnik keskinlashib, texnik ig'irlashib ketadi. Mesela elib aytsak, sizmi oshxonada tamoq yeyotgan bo'lsangiz, yo'ldishingiz kirib, "Voy piyozning oldida go'shtni solma, voy piyoz sepib keyinda go'sht sol yoki lozini oldida solmay keyinda sol, qizilni to'g'ri, seriqni" desa, jili bo'lamsiz, bo'lmamsiz. Bezor bo'lsiz, aniqla. Bu bir haqiqatan bo'lsa, balki bezorlik bilan to'xtab qolar. Ammo eringiz doim oshxonaga kirib sizning ishlaringizga aralashib olsa, tamoq etkingiz kelmaydi. Keyinchi, "Voy qila bo'ldi sen" deb tashlab bersiz. Shuning o'xshash. Şoňa besimmi öz laýygyda boluş gerek. Balalarga yetekçilikmi to'g'ri usulda boluş gerek. Yana birisi biz ko'pincha vaqtlarda balalarni tanqidlagan vaqtimizda deydigan tep bo'lgan bir gapimiz bor. "Sen dedimmi, demadimmi, men mushta qil deb, yoki bunda qilma deb. Ay necha qitim deyman sana" deydigan. Endi mushu so'zning ma'nosini sizlar o'ylab baqdinglarmi? Nimadan derak berdi bu? Bu o'zinglarni mas'uliyatdan qochirganinglardan derak berdi. Otalarning o'zining mas'uliyatidan qochirgandan derak berdi. Bu demakchi o'g'lim, men sana buni eskartgan degan. Endi bu yana mushunda qilsa, bu sening mas'uliyating, sening xatoliging, mening emas. Men mas'uliyatimni ado qilib bo'lgan. Undaq bo'lsa, bizning haqiqiy mas'uliyatimiz nima? Uningga faqat eskartishmi? Shunda qilsak biz uning haqiqiy yordam qila olgan bo'lamizmi? Bir qitim mas'uliyatimizni o'tirib qo'yib, ikkinchi qitim butun mas'uliyatni bolaga otib, uni tanqidlab, mas'uliyatini ado qilmaganligi uchun, majburiyatini o'tmaganligi uchun uni jazolash va tanqidlashmi? Bu farzand tarbiyasiga yaxshi usul emas. Hamda yana birisi nimish qilib shundaq bo'ldi deganinglarda, mushu oilada bolaning topshiriq masalasi, bolaning o'rganish qilish qilmaslik masalasi yoki topshiriqni yaxshi ishlash ishlamaslik masalasi bu oiladagi intayin muhim masalalarning biri. Hammasining diqqatini og'diradigan, hammasi intayin muhim bo'ladigan ishning biri, ko'ngil bo'ladigan ishning biriga aylangan. Shunga bu yerda bolami o'zining mas'uliyatini o'zini qochirdi, hatto opa dadami o'zini qochirdi. Bundaq ahvolda bu masala hargizmi yaxshi hal bo'lmaydi. Shunga umidim oilada yolg'iz sizlar emas, mushta anglayotgan barliq anglag'uvchilarimizga deydigan, barliq ota-onalarga deydigan so'zim, oilada bolalarning o'rganishiga yordam qilganda, qandoqda uni o'rganishga zo'lash, besim qilish emas, uni qilayotgan qilmaganlari uchun jazolash yoki ogohlantirish berish emas. Aksicha bolaga yaqindan yordamda bo'lib, bolaga qandoq o'rganish qilishni, o'zining xato yozganlarini qandoq o'ngshashni, qandoq o'rganishni, o'rganishdan huzurlanishni o'rgatishimiz kerak. O'rganish bir qo'rqinchli narsaga aylanib qolmasin. O'rganishdan huzur topa olganda, o'rganishdan o'rganishga bo'lgan qiziqishni turg'iza olgan chog'da onadagi uningdan natija chiqadi. Hatto 1 soat o'tirib chiqmagan natija 5 minutda ko'riladi. Agar qiziqib turib qilsa. Shunga bo'lsa ota-onalar yumoristik bo'lib, achchig'inglar kelsin, yumoristik bo'lib, bolalarni tillash, tanqidlash o'rniga rag'batlantirish. Uningdan boshqa bolalar topshiriq ishlayotgan vaqtda ota-onalar amal va bolalarning beshiga bak kep turib elib, haddidan ziyoda bolalarning diqqatini bo'lmaslik kerak. Bo'lib bu